qilib ham pul topsa bo'ladi-ku. Men nima qilyapman? Xo'p. Bir kechaga qancha olasan? Nima deganingiz bu? Tushunmadim. Sen o'zingni shunaqa farishta qilib ko'rsatyapsanmi? Yoki seni aldab olib keldimi u? Kim? Ukangizmi? Yo'q, u meni ukam emas, qo'shnim bo'ladi. Har doim har xil ayollarni olib keladi. Yoki seni aldab olib keldimi? Nima? Abba, o'zi ko'nglim sezganida aljirashidan. Nima deb olib keldi seni? Uy ishlarini qilishga odam kerak. Xotinim tug'ruqxonada deb olib keldi. Shoira. Opa, iltimos meni qutqaring. Shoira. Iltimos meni qutqaring. Shoira. Opa, Hozir. Belgin. Ha, hozir. Ha? Chaqir. Bo'l. Voy, uning jinni pinni emasmi? Ozgina tutqanog'i tutib qochib ketdi. Voy, qayerga qochadi? Aman qayerdan bilaman? Bor, Qachon pastga ketdi? yugur. Hozirgina 10-15 minut bo'ldi. Jinni. Yugur tezroq. Hey qiz, chiq. Chiq. Ketdimi? Ha, ketdi. U tentak oyoq kiyimini ham ko'rmadi. Rahmat opajon. Rahmat kattakon, bu yaxshiligingizni unutmayman. Arzimaydi. Rahmat sizga. Yur. Xullas, baxtimga o'sha shoir opam meni qutqarib qoldilar. Men tong otguncha boshimdan o'tganlarni gapirib berdim. Boradigan joyim yo'qligini eshitib, ish kerakligini bilib, ular menga yaxshi taklif berdilar. Ma'ol. Rahmat. Qizim. Agar 24 yoshimda, tuqqanimda sendek chiroyli qizim bo'lardi. Nega tug'maganmisiz? Menga bunday baxt nasib qilmagan ekan. Biz san'atkorlarni hammasiga ham ayollik baxti nasib qilavermas ekan. Odamlarga faqat san'atimiz kerak ekan. Afsus, biz raqqos